30 yosh, 35 yoshdan keyin yuzga ajinlar tushishlari. Bitta oddiygina yog' bilan siz butun umringizda ishlatmagan yog' A vitamini yuz uchun foydali. Originali холодный ajin bo'ladi. Холодный ajin quruq yuzlarga tushadi, yog'li yuzlarga ham tushadi. Bu vaqtlar o'tib ayollarda, ya'ni kollagen ishlab chiqarish organizmda kamayib boradi. Juda ham ko'p insonlar 30 yosh, 35 yoshdan keyin yuzga ajinlar tushishlari, sochlar to'kilishlari, ayniqsa tug'ruqdan keyin bu narsalar ko'payishni boshlaydi. Ayollarda vitamin yetishmasligi, teri qurib qolishi, sochlar sinishlari aynan kollagen yetishmasligi, yuzni oziqlantirmaslikdan sabab bo'ladi. Juda ham ko'p insonlar bunga kosmetologga bo'ladi, boshqa joylarga boradi, ximik narsalardan yuzlarini hud qilishadi, operatsiya qilib tortirishadi. Bu esa keyinchalik yillar o'tib sizga zarar berishi mumkin. Aslida tabobatda, ya'ni tabiat sizga inom qilgan yog'lar mavjud. Ya'ni siz yosh ko'rsatadigan, sochlaringizda sinishlarni oldini oladigan arzon va sifatli shunaqa yog'lar borki, sizni organizmga, teriga, sochga, kiprik, hattoki qoshlarga ham aynan bitta yog' foyda qilishi mumkin. Aknelarga, ugrilarga, yuz qurigan insonlarga juda ham ma'qul yechim. Ko'zni ostidagi qora narsalar va ko'zni ostidagi ajinlarga ham aynan sizga shu yog' yordam beradi. Bitta oddiygina yog' bilan siz butun umringizda ishlatmagan yog' bilan siz aynan foydalanishingiz mumkin. Juda ham yaxshi, samarali yordam beradi. Sizga taklif qilaman jojoba yog'i. Hozirgi kunda trendga chiqqan, juda ham ko'pchilik foydalanayotgan, ayniqsa yuzdagi ajinlarga, tirishlarga juda ham yaxshi yordam beryapti. Buni nima qilasiz? O'zini maxsus yog'ni oladigan moddasi bor. Xuddi shunaqa olib turib, yuzingizga tomchilatasiz. A vitamini yuz uchun foydali. A vitamini juda ham ko'p hisoblanadi. Aynan boshqa yog'larga nisbatan A vitamini bor. Undan tashqari B vitamini bor. Sochingizni ildizlariga siz buni qo'llaydigan bo'lsangiz, juda ham yaxshi sochni mustahkamlaydi, singan sochlar qaytarib beradi va sochni qalinlashtiradi. Nafaqat sochni, qoshlarga ham foydalansa bo'ladi. Qoshni, sochni ham qoraytirishga, to'kilishini oldini olishga va mustahkamlashga juda ham yaxshi yordam beradi. Hozirgi kunda buni qalbakisidan ko'payib ketgan. Juda ham ko'pchilik buni misol uchun 20 ming, 30 mingga olyapti. Aslida jojoba yog'i Afrika, Amerikalarda oldin birinchi tashkil topgan. U yerlardan keladi bu narsa. Eng yaxshisi shu Afrikaniki hisoblanadi. Afrika, Amerikaniki haqiqiy toza hisoblanadi. Hozirgi kunda ko'pchilik mana foydalanyapti, allergiya toshyapti, boshqa narsalar deyapti. Ular qalbakisini olyapti. Originali холодный ajin bo'ladi. Холодный ajin degani haqiqatan o'sha jojobani siqib turib yog' olinadi. Ya'ni 3-4 kilosidan aynan 150, 200, 300 gram chiqadi xolos aslida. Ushbu jojoba yog'i. Jojoba yog'i hozirgi kunda siz foydalanishingiz kerak bo'lgan eng yaxshi yog'lardan biri. Hozir masalan uchun siz 30 yosh bo'ladigan bo'lsangiz, o'sha 30 yoshingiz saqlab qoladi. Yuzga nima kerak bilasizmi? Yuzga ham uhud kerak. Mana erkaklar ham buni foydalansa bo'ladi, ayollar ham foydalansa bo'ladi. Buni haligi bu foydalanadi erkak yo ayol deb qo'yilmagan. Erkaklar ham, ayollar ham birdek foydalansa bo'ladi. Hozirgi kunda yana nima aytmoqchimanki, jojobani foydalanishda faqat kechqurun foydalanish kerak. Kechqurun har 2 kun, 3 kunda bir yuzga foydalanish kerak. Quruq yuzlarga tushadi, yog'li yuzlarga ham tushadi. Bu yuz tanlamaydi umuman. Ichkaridan siz doimiy misol uchun kollagen iste'mol qilasiz, boshqa narsalar iste'mol qilasiz. Kollagenni juda ham ko'p iste'mol qilish hozirgi kunda sizga papilloma toshishiga, pochkaga zarar beradi aslida. Shuning uchun kollagenni ham vaqt soati bor. Misol uchun 1 oy ishib, 1 oy dam olish kerak. Hozirgi kunda ayollar yosh ko'rinaman deb pullarini havoga sovurishyapti-da. Kosmetologga boryapti, boshqa joyga boradi. Tabiatni o'zi siz uchun inom qilib qo'ygan yog'lar bor. Agar foydalanmagan bo'lsangiz, bugunoq jojobani zakaz qilib, quyidagi raqamlarga 55lik 803 05 55 yoki 91lik 127 33 70 tepaga nomer qoldirib qo'ydim. Faqat O'zbekistonda yagona холодный ajin jojoba yog'ini olishingiz, xarid qilishingiz mumkin. Ya'ni kichik tabib ayni buni nazoratga olaman. O'zim nazoratga olib, холодный ajinligi, odamlarga foydali berishini nazoratga olib, 1 yil bu sinovdan o'tkazib turib, sizlarga taqdim qilyapmiz. Aynan bu juda ham qimmat emas. Mana shunisini o'zi 10 kun, 15 kunga bemalol yetadi. Har qanday yuzlarga tushadi. Misol uchun yosh tanlamaydi, yuz tanlamaydi. Foydalanib ko'ring. Foydalanish tartibidan yuzga qo'ygandan keyin yuzingizni massaj qilasiz. Yuzni massaj qilib, ko'z ostilariga, qoshlarga, bo'lni yuzni o'ziga qilib bo'ladi. Artishda hojati yo'q. Yuzni o'zida so'rilib ketadi. Shaxsan o'zim foydalanib ko'rganman. Misol uchun yuzingizga qo'ygandan keyin bir xilga yog'larni 1 soatdan keyin yuvib olish kerak, artib olish kerak.
bu jojoba yog'i yuzingizni o'zida yo'q bo'lib ketadi. 1 soat ichida yuzingiz shunaqangi chanqagan bo'ladiki, yuzni o'zi so'rib, bu narsani vitaminni so'rib oladi. Misol uchun 2 soatdan keyin yuzingizni qarasangiz, yuzingiz nam va chiroyli, yorqin bo'lib qoladi. Albatta, hoziroq zakaz beradigan bo'lsangiz, 30% skidkada olishingiz mumkin. O'zbekiston, Qirg'iziston, dunyo bo'yicha ham dastavkalarimiz mavjud. Telefon qiling, yosh, chiroyli, ko'rkam bo'lib yuring, birgalikda sog'lom bo'lamiz. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, tanishlaringizga ulashishni unutmang.